Ergash aka. Ha, Sizga nima bo'ldi? o'tirib chiqdim. Qayerga o'tirib chiqdingiz? Bittasi qarzini bermaganida butilka bilan boshiga soldim. Bitta butilkaga o'tirib chiqdingizmi? Menga qara, agar sen ham qarzingni bermasang, mana shu butilka bilan boshingga solaman, tushundingmi? Butilkaga yomon o'rganib qolibsiz. Qachi. Undan ko'ra mana ikkovini yozsang, Nima qilasan bodring bilan britvani? soqolimni olaman. Britva nimaga? Salatga. Ye, onasini ham hamma terpila bo'lib ketdi. Birov yozgan, birov orqasini kavlagan. Qayerdan bilding? Kecha xotini sudga bergan bo'lsam, hamma mujik ashidi. Erkanish bo'lagan. Ha, darvoyatlar, qanday? Qana kelasan? Sartarashdan. Nima qilding sartaroshda? Velikka dam soldirdim. Magazindan kelyapti. Voya taksiga chiqdim. Orqada cheksa bo'larmi desam, orqada bilmadimki men og'izda chekaman deydi. Sen nima qilding? Men orqada chekaverdim. Qumdoshimiz Nargiz bor-ku, o'shan bolasi 4 ta o'pdi. Zo'r bo'pti-da. Yeridan qaytishdi, taksi to'la yuradi. Odamlar orqasidan gapirish jonga tegdi. To'g'ri. Luiza Rasulovani ko'rikka qo'shib olish kerak. Nimaga? Keyin hamma bizdan orqamizdan gapiradi. Toshkentga ko'chib ketmoqchiman. Voy, malades. Nimaga? Qishloqda odam qolmadi gapirishga, u yoqda ko'p. Zo'r variant ko'rib qo'ydim uy olishga. Qarang.